Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun biz Bilimzor o'quv markazini asosiy filialidamiz. Navbatdagi suhbatimizni yozib olish uchun markazga tashrif buyurdik. Marhamat, biz ustozimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Odina ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Odina ustoz. Siz yaxshimisiz ustoz? Rahmat, Xudoga shukr. Yangi yo'nalishni yo'lga qo'ygandik. Ya'ni Bilimzorda bilim berayotgan ustozlardan intervyular olish va ustozlarimizni o'sha ota-onalarga, o'quvchilarga boshqa markazdagi o'qituvchilar bilan ham tanishtirish maqsadida bugungi suhbatimiz, bugungi intervyumiz siz bilan bo'ladi. Men sizni juda ham yaxshi taniyman, lekin bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz siz haqingizda mana bilishmoqchi. Ismim Odinaxon Rajabova, 23 yoshdaman. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi Webster universitetida magistrantman, 1-kurs va shu bilan birgalikda Bilimzorda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Siz aslida Bilimzor o'quv markazining o'zini o'quvchisi bo'lgansiz, shunday? Albatta, yoshligimda. Nechinchi sinfda kelgandingiz? 4-sinf bo'lsa 2012 yillar. 2012, 13 yillarda. 2012-2013 yillarda siz Bilimzor o'quv markazini 4-sinfdagi eng birinchi o'quvchilardan biri bo'lgansiz. Eng kichkina o'quvchilardan. 2011 yilda biz ochilgan bo'lsak, demak 1 yildan keyin siz bizning markazimizga kelib ingliz tili o'rganishni boshlagansiz. Guruhda eng kichkina o'quvchi edim, shu esimda. Kim bo'lgan birinchi ustozingiz? Abror aka Nazirov bo'lganlar birinchi ustozim. Esimda, birinchi sizga darsni o'zim o'tganman va ota-onangiz bilan birga kelgansiz. Shundaymi? Albatta. Qaysi maktabda o'qigansiz? 8-maktabda. 8-maktabda o'qib, keyin 4-sinfda bizga kelib, mendan keyin men o'zi odatda boshini o'tib beraman. Mendan keyingi jarayonlar haqida gapirib bering. Kimda o'qidingiz, keyin sertifikat oldingizmi, nima bo'ldi jarayon? Ha, siz bilan adashmasam darsimizni elementary darajagacha olib borganmiz. U paytda siz o'zingiz bizga ko'proq darsga kirardingiz. Undan keyin keyingi darajalarni Zilola ustoz Ro'ziyeva bilan dars davom ettirganmiz va General English tugagandan keyin G'iyosdin ustoz bilan jahon tillariga tayyorlanish davomida milliy sertifikatga tayyorlanganmiz va B2 daraja olganimdan so'ng Toshkentga o'qishga ketganman. Undan avval G'iyosdin aka bilan darslarni tugatib, sertifikatlar olib, natijalar chiqarib, keyin ketganmiz. Qaysi universitetda o'qidingiz? O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida. Jahon yo'nalishingiz qanaqa edi? Ingliz filologiyasi. Ingliz filologiyasi. Ana endi qarang, jahon tillariga o'sha maktabni bitirganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri qabul qilindingizmi? Yo'q, o'rtada pedagogika kollejida o'qiganman. Endi o'qituvchilikka juda ham qiziqqanman. Yo'nalishimni o'qituvchilik va birga ingliz tili o'qituvchiligida tanlaganim uchun avval pedagogika bilan tanishish niyatim bo'lgan. Pedagogika kollejiga o'qishga kirib, keyin jahon tillariga o'qishga kirganman. Juda ham yaxshi. Qanday bo'lgan jahon tillarida o'qishlaringiz? Yaxshi o'quvchi bo'lganmisiz? Albatta, avval aytishim kerak, o'sha shu Bilimzor orqali shu yerda tayyorlanib olgan sertifikatim menga avvaldan 96 ball bergan o'sha paytda. Shu ball yordamida keyingi bloklarga tayyorlanib grantga o'qishga kirganman. Siz grantda o'qigansiz? Grantda o'qiganman. Juda ham yaxshi. Ota-onangizga yordam bo'lgan ekan. Ha, juda katta yordam bo'lgan. Jahon tillarida o'qish mobaynida juda ham qiziqarli va menga ko'p foydasi tegadigan o'qituvchilar, fanlar, o'sha muhit, atmosfera hammasi zo'r bo'lgan va shu filologiya, ingliz tili yo'nalishi menga juda ham yoqib qolgan. O'sha paytlarda yana ham ko'proq qiziqishim ortgan va shu sababli magistraturani ham davom ettirish qarori kelgan. Bitta savol, nima uchun aynan nima deydi, o'qituvchilik yo'nalishini tanlagansiz? Bunga qandaydir bir sabablaringiz bormi? Birinchi sabab aytishim mumkin, ota-onam ikkalalari ham, hattoki meni bobo-buvilarim ham o'qituvchilar sulolasidan davom etyapti sulola. Shu bizning oilada an'ana bor. Har bitta oiladan kimdir o'qituvchi bo'ladi. O'sha majburiyat menga tushgan ekan va o'zimni qiziqishlarim sababli shu o'qituvchilik kasbini tanladim va kelajakda yana ham ko'proq davom ettirish niyatlarim bor. Juda ham yaxshi. Bilishim bo'yicha mana bizga hozir o'qishni bitirib kelganingizdan keyin bir muncha muddat oldin bizda ishladingiz, keyin demak orada pauza bo'ldi. O'qishlarim sababli. Hozir yana kelib, yana bizda o'qishingizni davom ettiryapsiz.
Undan tashqari aynan hozirgi kunda boya yuqorida aytdingiz, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikda ochilgan Webster universitetini magistratura bosqichida o'qishingizni davom ettiryapsiz. To'g'rimi? Albatta. Ingliz tili o'qituvchilik yo'nalishi chuqurlashtirib o'tiladi bizda darslar. Hozirgi kunda masofadan turib onlayn u yoqda o'qiyman. Kunda birinchi qismida haftada 2 kun, kunda birinchi qismida o'qishlarimni qilaman va kunda ikkinchi qismida ishga kelaman. U yoqdagi darslar haqida gapiradigan bo'lsam, o'z ishini ustalari, chet elda ilmiy darajalar yo'qlagan, katta tajribaga ega bo'lgan ustozlardan biz juda ham ko'p narsalar o'rganyapmiz. Aynan hozirgi kunlarda amaliyot davridamiz hozir va ayni amaliyotimni ham shu o'quv markaziga to'g'irladim va o'zimdan katta bo'lgan o'qituvchilar, misol uchun Barno Toshmatovadan amaliyot rahbari qilib, ulardan ko'p narsa o'rganyapman o'qishim sababli. Juda ham yaxshi. Endi qarang, mana hozir o'sha magistratura bosqichida ko'proq o'sha metodika yo'nalishlari bo'yicha darslar bo'ladi, meni bilishim bo'yicha. Qanday bo'lyapti? Mana o'quvchilaringiz bor. O'sha dars jarayonida magistraturadagi o'sha metodikalaringizni bilim ziyodida dars berayotganingizda ulardan foydalanyapsizmi? Albatta. Ayni Websterda olayotgan nazariy bilimlarimni bilim ziyodagi o'quvchilarimda amaliyotda qo'llash menga juda ham qo'l kelyapti va bundan tashqari o'zim avval o'qigan ustozlarda, masalan, sizdagi ko'rgan metodikalarimni endi analiz qilish, o'zimga qanday uni olib kela olaman darslarimda, darslarni qanday samarali qo'ya olaman va boshqa foydali taraflarini ham birgalikda ham nazariy, ham amaliy ko'rish imkoniyatlarim endi yaralyapti va bu menga juda ham katta qo'l kelyapti deb o'ylayman. O'quvchilaringiz haqida gapiring, qanday? O'quvchilarim haqida gapiradigan bo'lsam, men hozirgi kunda 6 ta gruppa bilan ishlayapman bu yerda. Umumiy miqdorda 60 nafar o'quvchiga dars o'taman. Elementary darajadan upper intermediate darajagacha. Elementary endi kichkinaroq darajadagi bolalar ko'proq aktivroq, ilmga chanqoqroq, interfaol darslarmi? Xuddi shunaqa. Ya'ni interaktiv darslar yordamida ularni boya aytgandek diqqatini jamlab, darsga qiziqtirishga harakat qilaman. Xuddi siz bizga o'yinlar bilan, qo'shiqlar bilan dars o'tganingizdek, endi katta darajadagi o'quvchilarga haftada 2 kun o'zlarini dars kitobidan, bir kun IELTS bilan tanishtirish darslari yoki praktika darslari, shunga o'xshash har xil metodikalarni aralashtirib, ularga ham qiziqarliroq va osonroq bo'lishi uchun harakat qilaman. Nima, hozir guruhlaringiz ichida sertifikat olgan o'quvchilaringiz bormi yoki endi jarayonlar boshlandi? Endi biz jarayonlarni aytganimdek boshladik. Katta darajadagi gruppalarim bilan ularni General English'ini yana ham ko'tara olsak, yaqin kunlarda kutyapmiz. Yaqin oylarda registratsiya ishlarini boshlab, keyin tayyorlantirishni o'zimga maqsad qildim. Chunki registratsiya qilgandan keyin albatta mas'uliyat sezadi. Ko'proq tayyorlanishim kerak degan narsa keladi ularning xayoliga va biz bunga ko'proq harakat qilamiz, xudo xohlasa. Ota-onalarga mana hozir o'quvchilarni kanaliga tashlaymiz. Shu bizga hozirgi kunda o'rganayotgan, ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarimizga qanday maslahat berasiz? Mana o'zingizdan kelib chiqqan holatda. Bir vaqtlar siz mana oradan necha 12 yil o'tyaptimi? 12 yil oldin shu partalarda o'zingiz o'quvchi bo'lgansiz, o'zingiz ingliz tilini o'rgangansiz. Hozir mana ustoz unvoniga nima deydi? Musharraf bo'lib, o'zingiz o'sha o'quvchilarni o'qityapsiz. Qanday tavsiyalar berasiz? Men bitta narsani ishonch bilan ayta olaman. Odam o'zini orzu-niyatlari tomon to'xtamasdan harakat qilsa, hammasiga erishsa bo'lar ekan. Men hech qachon o'ylamagandim, o'zimni ustozim bilan birga hamkasb bo'laman deb. Bu men uchun eng katta motivatsiya bo'lgan. Sizga katta rahmat, ustoz, birinchi o'rinda. Shuni aytmoqchiman, hech qachon to'xtamaslik kerak. Qiyinchilik kunda ham, boshqa vaziyatlarga tushganda ham odam o'zini yo'qotmaslik kerak. Va ota-onalarga beradigan maslahatim, albatta birinchi o'rinda bolalaringizni qiziqishlarini inobatga oling. Agar qiziqishlaridan biz to'g'ri foydalana olsak, ularni to'g'ri yo'naltira olsak, katta natijalarga erishishimiz mumkin ekan. Men jonli misol bo'la olaman. Ingliz tili yoshligimda juda ham yoqar edi. Ota-onamga aytganimda, ular vaqtida meni qiziqishlarimni hisobga olib, vaqtida o'qishga yo'naltirishgan. Bu ularni ham, meni ham yutug'im bo'lgan. Moddiy tomondan ularni ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Hozir meni 3 ta ukam bor, ustoz. Ulardan 2 tasi bilim ziyoda o'qiyapti va ularni o'qish pullarini ham o'zim juda ham yaxshi. Ota-onamga yordam.
Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, mana Rajabi va Odina ustozimiz o'zimiz o'quvchimiz bo'lgan va mana bizda o'qishni davom ettiryapti. Biz ushbu loyihamiz davomida navbatdagi o'qituvchilarimizni sizlarga tanishtirishni davom etamiz. Sizni ishlaringizga, o'qishlaringizga omad tilayman. Bundan ham yuqori darajalar nasib qilsin sizga. Ilohim. Sog' bo'ling.